Salom do'stlar, bu sabah Gamer va bugun men Minecraft'dagi eng yaxshi mod, Jannat modini o'ynayman. Bu Javada har doim bo'ladi. Endi esa beta ko'tibdi. Yaxshi, cho'lini qo'yinglar. Qanday ekan? Hozir teshib chiqamiz buni. Mundek. Kompyuter yaratuvchilar nomi kerak emas. Bunday qo'yish bilaman qo'yishdi. Bosslar. Juda ham yaxshi. Menga yoqadi. Keyingisi ultra boss ham qo'shilgan ekan. Qanaqa olti quvurlar, rahmat kerak emas. Buchi? Kerak emas quvurlar. Qanaqadir narsalar. Yangi bloklar. Moblar. Spark University degan ekan buni. Aether Legends. Jannat legendalari degan bo'lsa kerak ma'nosi. Yo'q narsa qo'shib bo'lar ekan. Artefaktlar. Artefakt. Yaxshi. Endi men hozir qo'yib kelaman. 1, 2, 3. Obunachilar mana qo'yib keldim, nezaga o'tib. Mana men qildim endi. Glowstone olib. Qani endi jannatga olg'a. Xuddi Javadagidek. Lekin endi ko'rinishi, tekstur paklar bu qanaqa? Bilmadim, qanaqa ishlaydi-yu. Mayli. Xullas, bu chestplate menga yoqmadi, qanaqadir. Slowness beryapti. Unda Vijvanani hozir boshlayman. Va Vijvanaga o'tib oldik. Yashab qolishga. Endi men ko'ramiz, bu juda ham ko'p bosslarni ko'rsatdi, ko'rdilarmi? Men hali hamma bosslarni ko'rsataman, xudo xolasa. Qayerlar bu daraxt? Adashmasam artefaktni bitta videosida ko'rdim. Uni alohida yog'ochda unaqalar bor, yasasa bo'ladi, alohida kiyukalar. Ko'ramiz endi kiyukalarni. Qani bitta moblar ham har xil. Juda chiroyli. O'zi bu mod men o'ynayotgan Minecraft'im megabaytidan ham kattaroq-da. Bu Minecraft o'ynayotgan Minecraft'im 600 megabayt bo'lsa, hozir hisoblab ko'rsam. 400 megabayt ekan hozir mana shu jannat modi. 400 megabayt. Telefonlar kichikroq aytib qo'y. Maslahatim kichkina telefonlar, kuchli telefonlarga tortmanglar. Men hozir crafting table, oddiy crafting table va yog'ochli unaqalarchi? Oddiy. Oddiy dinoda o'ynab kuchayapti, men kelsam bo'lar ekan yaxshisi. Bu toshmi? Toshmas ekan, yer ekan, qanaqa g'alati yer. Xo'sh, buchi? Bu toshmi? Toshda toshga o'xshabdi unaqasi. Ko'rinadi tosh. Tosh ekan bu. Bu qanaqadir g'alati slabdan tayyorlanganmi? Bilmadim, 2 xil tur bor ekan toshda. Ma'lumki menga ko'proq alohida yasak bo'ladi balki, toshdan unaqalarda. Adashmasam. Udasini qazish kerakmidi? Qani? Xo'sh, buni ishlatib bo'lmayapti lekin qana nimagadir. Nima bu? Nimaga uchib ketyapmanmi? Bu slaymidi bu? Mayli, qanaqadir g'alati mob ekan-u, mayli uchib o'tganimi, menga baribir. Ozgina kuchayib olishimiz kerak biz. Xo'sh. Maslahalar, balobatlar. Narsa tayyorlab. Buni tanlasam bo'lar ekan. Yo'qol, pashol. Iplosi. Mayli, xo'sh. Davom ettiramiz. Menga hozir atrofda o'rganishim kerakmi? Yana nimalar qo'shim mumkin? Bu Javaga o'xshamayapti-da, moblar ko'rinishiga qaraganda. Shu qilib telefonim bug bo'lib portlab ketmasa bo'ldi endi. Bunaqa rangda Minecraft yasasa bo'lmaydi-yu, oddiy unaqada. Ranglarni qo'shib birga qo'shish mumkin. Achirmasam senga minsa bo'ladi-a? Qanaqa menga artefakt senga? Bu boshqasimidi bu? Buni eslolmayman, lekin uni shamolda eslayman, bachka shamolda. Plus. Qani yaxshi o'rganaylikchi. Pastlarda bitta struktura topaman. Osh.
Bormi bo'ntasi? Lekin tosh kerak. Tosh ikki xil bo'lsa ham bir xil ishni bajarish ekan ko'rsa ham. Qani crafting jommon. Nima yozsa bo'ladi yana? Iplos. Bidavasi. Asteza ketishga bu yerdan. Yana kelyapti. Yo'qol bu yerdan uka. Hozir deng o'ldi. O slime edi. Menga baribir. Bitingga qimmat slime. Topdim. Yaxshi. Qani ishli ekan bu yerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nechta bu yerda? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 ta bituvdi-da. Minecraftda shunaqa o'tlar shunaqa bo'lsa edi. Gunohlarga aylangan bo'ladi Minecraft ham. Xo'sh. Endi bundan naqa qilsam bo'ladimi? Unda pishirish kerakmi? Xo'sh. Qilg'i ketib edi. Bu juda ham yaxshi. Endi menga pechka kerak. Pechka. Qani bunda oq blokdan yasasa bo'ladimi pechkani? Xo'sh. Bo'ldi, bitta pechka tayyor. Bam. Qani endi buni yasam bo'ladimi? Unaqa. Yo'q, bu-chi. Xullas, mana buni yasasam bo'ladimi? Yo'q. Nimaga yasash imkonsiz bu? Bu blok yasasa bo'ladi. Buni yasasa bo'ladi. Iplos. Yomon joyimga tegdi mana shu iploslar. Xo'sh, endi qaychi? Mondedi. Bloklar va itemlar. Mashina xolosmi? Afsuski. Shular xolos ekan. Nima buni pishirib bo'lmaydi? Qanaqa buni kirib yasayman men? Xo'sh, bu juda ham g'alati. Lekin bundan bittasi yasasam bo'ladi. Yana tosh kerakmi? Yana konga. Bu mashina olib qo'ysammikin? Bu toshmasa oddiy loy. Bum. Xo'sh. Ko'p olib ketsam, ko'p kerak bo'ladi hali menga. Nasini hamsin mana olib qo'yay. Voy, iplos. Yana xalaqit qildi. Вообще-то mana qaysi? Mana mashina nasimida respawn osmon. Respawn ancha. Buni qo'yamizmi? Qaysi blok qo'yaman? Bilmadim. Lekin menga baribir. Endi cho'chqamoni o'chakkan mayli. Qani olg'anda men bu yoqqa borishim kerak. Xo'sh, konmi? Kim yasagan buni? G'oykan endi menga baribir. Menga hangi struktura bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bu yerda biyomlar ko'pdirmi? Ko'pdir, balki ko'proqdir. Bu yerda o'tish uchun menga blok kerak. Menga yaxshi. Men kirka yasashni olishim kerak. Artefakt yasashni kirka yasagandir lekin. Men ko'rsam yoki bu yangilangandir. Bedrock uchun alohida. Java Bedrock degan narsa. Slime. Yana. Lekin men slime men eslayman mana shu. Naqa rang esa bo'lar ekan. Orange rang. Yaxshi. Xo'sh. Yaxshilab ekspeditsiya qilaychi. Bu yerda ovqat bormi? Eng muhim savol. Uni slime kelyapti. Bu yerda ovqat bormi? Iplos yaramiz. Rahmat, chiqarib qo'yding meni. Yaxshi ish qildi. Mayli. Xo'sh, nima boshim kerak? Telefonimni zaryadasi ham tugayapti.
Mayli, endi menga u qo'y, osmon, jannat qo'yi faq oddiy. Hatto ikkita she'r tushunmaysanmi menga? Hammasi oddiy ekan. Bo'lmabdi unda bu mod. Mayli, menga muhimi bosslar kerak. Boss qilishdan. Yaxshiyam hech qachon qorong'u tushmaydi. Yomon taraflari ham bor bu yerda. Kunduzi ham yomon moblar spam bo'ladi. Xo'sh, xavfli unaqalar ham bor. Men unaqamga qaytib kelibman. Bitta savol qiynayapti men. Hozir pastga tushsam, unaqa yerga teleport bo'lamanmi? Qani unda sinab ko'rishga. Namuncha katta bu xuddi Overworldga o'xshab katta ekan. World, qani men tusha olaman, davay. O'ldim. Qoyil, men o'ldim. Bu spam bo'lgan joymi bu meni? Ana meni portalim. Qani menda hamma narsa yo'q. Daraxt tepasida qo'ygan bo'lsa kerak. Xo'p, obunachilar, video tugadi. Keyingi qism albatta chiqaraman.